Assalomu alaykum. Biz YouTube kanalimizda Vodiy Asfalt jamoamizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz, xudo xolasa, bugun gapimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Nayman mahallada bo'ldi. 190 kvadrat metr bo'lgan xonadonimizga 15 tonna asfalt olib kelib, xonadonni asfaltlashtirib berdik. Ko'rib turganlaringdek, xonadonimizni ko'rinishi, xudo xolasa, pastki nomerlarga bemalol aloqaga chiqasizlar, borib ishlarni bitirib beramiz, xudo xolasa. Ko'rib turgan joylarim 190 kvadrat metr 15 tonna asfalt olib kelib, asfaltlashtirib 5 cm qalinlikda asfalt bosib berdik. Asfaltimiz haqida ma'lumot beramiz. Xudo xolasa, asfaltimiz Farg'ona viloyati, Farg'ona shahardagi eng lider bo'lgan, eng kuchli zavodimiz. Original asfaltimiz rossiyskiy bitim yuvilgan pisoyda chiqadi. Xudo xolasa, ko'rib turibsizlar. Asfaltimizning mayilligi, tekisligi, uklonlari. Xudo xolasa, narxiga qiziqqan akalarimizga 1 kvadrat metr xonadon variantida 60 mingdan 65 minggacha ob'yomiga qarab qo'shni viloyatlarga dastlabki xizmat qo'shilib qolishi mumkin. Bemalol pastki nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Vodiyda istalgan burchagiga borib xizmatlaringizni chiroyli qilib beramiz. Buning ichida nima xizmatlar bo'ladi degan savollarga javob tariqasida, xudo xolasa, asfaltni dastlabkasi, asfaltni zasipka holatini yotkizib berish, asfaltni bosib berish xizmati o'sha 60 mingdan 65 minggacha xonadon variantida. Ko'chalarga, yo'llarga 70 mingdan 75 minggacha bemalol zakaz qilib ko'rishlaringiz mumkin. Asfaltlarni bor chiroyli qilib asfaltlashtirib beramiz. Bizga obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yasiz. Klass tugmasini bosib asfalt qildirmoqchi bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'ysangiz bo'laveradi. Xudo xolasa, ishimizga javob beramiz. 30 yildan 35 yilgacha bo'lgan ustalarimiz, malakali ustalarimiz, stajimiz bor. Xudo xolasa, asfaltni bosib beramiz. Ko'rib turganlaringdek, darvozaxona qismimiz qoldi. Olib kelgan asfaltimiz даже oshiqchasi bilan xudo xolasa yetmay qoldi. Yetmayapti degan gap so'z bo'lmaydi, xudo xolasa. Ko'rib turganlaring mana tandirxonalarigacha xudo xolasa asfalt bo'lmagan joy qolmadi. Oldingi holati eski yirik asfalt bo'lgan, Soyuz davrida qilingan. Boshqatdan qilib berdik. Fikrlaringni yozib qoldiraverasizlar. Uyga asfalt bosgan yaxshimi yoki burchatga? Biz burchatkani o'rniga asfaltni tavsiya qilamiz. Sababi, xonadon, biz vodiyda aksariyat xonadonlarimiz zaklashgan, yerimizda suv yaqin, yerdan zak chiqadi, beton o'zidan suv o'tkazadi, zaklashlikni keltirib chiqaradi. Xudo xolasa, asfaltimizda ko'rib turgan devorlaringda sho'r bor, yerdan chiqqan yerlarimiz mana ko'rinib turibdi, sho'r holatda oqarib yotibdi. Shu holat sokilga ilashmaydi, xudo xolasa. Burchatga o'xshab sovuqligi sovuq bo'lmaydi. Bemalol bola chaqa, nevaralar, o'g'illar, qizlar bemalol yozgi kunida yalang'oyoq yursa bo'laveradi.